2025 yilgi Chevrolet Optra shinam va zamonaviy dizayn bilan keladi. Shaharda va uzoq sayohatda muntazam foydalanish uchun moslangan. Avtomobilning old fasadi ancha keskin chiziqlarga ega, keng radiator panjarasi va LED faralar bilan jihozlangan bo'lib, umumiy tashqi ko'rinishga sportivlik va elegans qo'shadi. Tanasi yaxshi muvozanatlangan o'lchamlarga ega, uzunligi taxminan 4490 mm va kengligi taxminan 1695 mm bo'lib, bu sinfdagi avtomobillar orasida joyida va orqa yo'lovchilar uchun yetarli bo'lgan bo'shlikni ta'minlaydi. Tartix 2. Ichki makonida Optra klassik sedan tartibida yaratilgan, yuqori sifatli yumshoq materiallar bilan bezatilgan va qulayliklar jihatidan keng ko'lamda jihozlangan. Haydovchi oldida oson ko'rinarli o'lchovlar, markaziy konsolda 8 dyumli sensorli ekran, Android Auto va Apple CarPlay integratsiyasi mavjud. Orqa o'rindagi yo'lovchilar ham yaxshi bosh va oyoq bo'shligiga ega bo'lib, oila yoki do'stlar bilan sayohat qilishda noqulaylik kamroq bo'ladi. Massaj yoki premium o'rindiqlar kabi ortiqcha xususiyatlari bo'lmasa-da, kundalik foydalanish uchun yetarli komfortni taqdim etadi. GIM Authority 1. Rusumiga ko'ra, Optra 1.5 litrli to'liq atmosferali benzinli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 98 ot kuchi va 103 funt, 140 Nm aylanish momentiga ega. Otga sportiv hisni izlamaydigan, lekin shaharda va yo'l bo'ylab foydalanishda yetarli quvvat bilan ta'minlaydi. Tarqatish variantlari orasida 4 yoki 6 tezlikli qo'l transmissiya mavjud. Yo'l tutishi sodda, lekin ishonchli, asosan yo'l sharoitlari yaxshi bo'lgan hollarda barqaror va qulay yuradi. GIM Authority 1. GIM Authority 1. Xavfsizlik jihatdan Optra standart darajada jihozlangan. Mashina apps, barqarorlik nazorati, EST va bir qancha xavfsizlik yostiqlari bilan keladi. Orqa park kamerasiga ham ega. Ba'zi raqobatchilarda mavjud bo'lgan ilg'or avtonom xavfsizlik tizimlari, masalan adaptiv cruise nazorat yoki avtopark, kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ayniqsa jiddiy yo'l sharoitlari uchun foydalanayotganlar ushbu jihatni inobatga olishi lozim. Yalla Motor Tom 1. Qiymati jihatidan Optra o'z sinfida arzonroq variant sifatida ko'riladi. Bu narx-sifat jihatdan raqobatdagi modellar bilan solishtirganda yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Har kuni foydalanish, yo'l yurish va oilaviy sayohatlar uchun yetarli imkoniyatlar mavjud. Shuningdek, ishlab chiqarish joyi sifatli, GIM Egypt Misrda ushbu modelni mahalliy majmualarda egishni boshlab, mahsulot sifatini oshirish uchun investitsiyalar kiritgan. Yalla Motor Tom 1. GIM Authority. Kamchiliklari sifatida, engina kuchi eng yuqori sinfdagi sportiv sedanlarga nisbatan pastroq bo'lishi. Ichki materiallarning premium brendlarga nisbatan oddiyroq bo'lishi va ba'zan yo'l sathidagi juda yomon sharoitlarda tormoz va suspenziya mustahkamligi bir oz sezilishi mumkinligi ta'kidlab o'tiladi. Agar siz dinamik yurish va yuqori sportiv hisni izlayotgan bo'lsangiz, boshqa variantlar ham ko'rib chiqilishi lozim.